Assalomu alaykum va rahmatulloh hammaga. Akalarni granitsa kirdi chiqdi qilib, hozir Moskvaga olib kelyapmiz mana. Alhamdulillah, o'rtada turgan bola dokumenti bor, zver, qolganlar prasroshni dokumenti o'tib ketgan. Aka, ozgina ma'lumot bersangiz, qanday borib keldik? Yaxshi borib keldik, hujjatimiz o'tganida. Yo'lda tog'alar bir marta to'xtatdi, mensin pulimiz ketdi faqat. Borish kelish yaxshi, granitsagacha bog'ga olib bordi, granitsadan Qozog'istonga olib borib kelishga boshqa shofer olib bordi. Yaxshi. Boshqa shoferni biron ishni pul olgani, yomonlar boshqa shofer pul olgani yo'q. Olib bordi, kirdi, chiqdi qildik. Yaxshi o'tdi. Mashin kam bo'lgan. Kecha yakshanbaliga yaxshi o'tib keldik. Kechadan oldin kuni ketdik, mana bugun qaytyapmiz, xudo xolasa. Mana hozir abed soat 3 bo'lgan, soatimiz soat 3 bo'lgan. Endi xudo xolasa 1,5 kundan oshyapti. Alhamdulillah. Inshaalloh harakat qilamiz, 1,5 kun bo'lsa, 2 kun bo'ladi. Mana shunday yo'llarda uyqungiz kelsa dam bo'lib, mana shunday borib olib kelamiz. Tog'lar ko'p ushlamaslik uchun qanday yo'llar bilan olib keldik? Aylanma yo'llar bilan o'tdik, tog'lar turgan joylardan aylanma yo'l bilan o'tib borib keldik, yaxshi. Dokumentin yo'qligingiz uchun eng so'ng pul ketdi. 3 kishiga 3 so'mdan tushadi. Alhamdulillah boshqa joylarda to'xtatmadi. Dokumenti borlar pul bermaydi. Tamom? Kelyapsiz, xizmatga kelyapsiz, qanaqadir dokumenti bor, yo'q, tugaganmi, farqi yo'q. Mashinaga o'tirasiz, inshaalloh borib kelasiz. Hammaga rahmat. Sog' bo'lasiz. Sog' bo'linglar.